Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Excel dasturida statistik funksiyalarni ishlatilishini ko'rib o'tamiz. Ushbu dars nafaqat talabalarga, balki ishchi xodimlarga ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Darsimizni boshladik. Bugun shu jadval asosida statistik funksiyalardan foydalanib, bir qancha savollarga javoblarni aniqlab chiqamiz. O'zi funksiya nima? Funksiya qisqacha qilib aytganda, funksiya bu Excel'da tayyor formula hisoblanib, berilgan vazifani avtomatik natijasini chiqarib beradi. Ana endi boshlaymiz. Birinchi savol. Jami xodimlar soni nechta? Bizda xodimlar berilgan. Unga ataylab tartib raqam qo'ymadim. Hozir birato'la tartib raqam bo'yicha ham bitta funksiyani ko'rib ketamiz. Bizda xodimlar berilgan va jinsi berilgan, ya'ni yigit, qiz xodimlarimiz berilgan. Ularning yoshi ham keltirilgan. Maoshi bo'yicha kelasi darsda ko'rib o'tamiz. Xodimlarimizga tartib raqam qo'yilmagan, uni oddiygina qilib shunday belgilab, pastdan mana kolичество sonidan 26 ta ekanligini bilishimiz mumkin, lekin xodimlarimiz juda ham ko'p bo'lsa, uni nima qilamiz? Har birini belgilab qaytadan ko'rib o'tirmaymiz, tartib raqam qo'yamiz. Tartib raqam qo'yishda ko'pchilik xato qiladigan joylardan biri nima qilishadi? 1, 2, 3 qilishadi-da, uchalasini belgilab, undan keyin pastga qarab nisbiy murojaat qilib tortib yuborishadi. Shunda avtomatik tartib raqam qo'yiladi. Ba'zilar esa 1, 2 qiladi-da, ikkalasini belgilab pastga qarab nisbiy murojaat qilib tortishadi. Bu ham tartib raqamni belgilaydi. Ba'zilar esa 1 qiladi-da, e'tibor beramiz, shu o'ng quyi burchagidan kursorni pastga qarab tortamiz. 1 bo'lgandan keyin kontekst menuchasiga kirib zaполнить qilsak, bu ham tartib raqamini beradi. Lekin bular barchasi xato. Nega? Chunki agarda biz qaysidir xodimimiz ishdan bo'shasa va uni o'chirib yuboradigan bo'lsak, tartib raqami nima bo'ladi? 14, 15, darhol 19, 20 bo'lib ketadi. Bu noto'g'ri. Bizga bunaqa tartib raqam kerak emas. Bu xato bo'ladi. Agar bunaqa tartib raqam qo'ysak, xato bo'ladi. Bizga xodimlarimizni o'chirganimizda ham tartib raqam avtomatik yangilanib turishi kerak. Xuddi shunday qilamiz. Bunda birinchi funksiyadan foydalanamiz. Bu statistik funksiyaga kirmaydi. Barobar stroka funksiyasini tanlaymiz. Hamma funksiyamiz barobar bilan boshlanadi. Stroka funksiyasini tanlaymizda va enter tugmasini bosamiz. Va e'tibor beramiz. Stroka funksiyasi 3 natijani chiqarib beryapti. Nega? Stroka funksiyasining o'zining vazifasi qaysi yacheykaga shu funksiyani kiritsangiz, bu funksiya o'sha yacheykani qaysi qatorda ekanligini ko'rsatib beradi. Agar bu funksiyani 4-qatorga kiritsangiz 4 chiqarib beradi. 5-qatorga kiritsangiz 5 chiqarib beradi. 6-qatorga kiritsangiz 6 chiqaradi va hokazo va hokazo va hokazo. Shu yerda aritmetik amalni ishlatish kerak. Qanaqa qilib funksiyalarga o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsangiz, tepa yuqorida formula satri bor, shu yerga sichqonchani bosib o'zgartirish kiritsak bo'ladi. Natijamiz 3 chiqyaptimi? Bizga bir tartib raqami kerakmi? Demak, chiqqan natijadan 2 ni ayirib qo'ysak, natijamiz 1 chiqadi va uni pastga qarab nisbiy murojaat bilan tortadigan bo'lsak, avtomatik tartib raqam belgilaydi. Ana endi tekshirib ko'ramiz. Bir nechta xodimlarni o'chirib ko'ramiz. O'chirganimizda tartib raqami avtomatik yangilandi. 16, 17, 18, 19 bo'lib ketdi. Bu to'g'ri variant bo'ladi. Shu variantdan foydalanish kerak. Doim tartib raqam qo'yganda stroka funksiyasidan foydalanish tavsiya qilaman. Ana endi tartib raqamini qo'ydik. Demak, 26 ta xodim bor ekan. Biz mana bu javoblar qatoriga shunchaki 26 yozib qo'ymaymiz. Biz bu yerga statistik funksiyadan foydalanamiz. Bizga doimiy xodimlarni o'chirganimizda bu ham avtomatik yangilanib turishi kerak. Bunda ikki usuldan foydalanishingiz mumkin. Masalan, barobar qilib eng oxirgi xodimning tartib raqamini shunchaki belgilab qo'yamiz, ya'ni shu yacheykaga murojaat qilamiz. A28 ga to'g'ri keladi. Enter tugmasini bosamiz. Bunda agarda o'chirsangiz, tartib raqam o'zgarganini hisobiga bu ham o'zgarib boraveradi. Lekin oxirgi xodimni o'chirib yuborsangiz, bizga noto'g'ri murojaat qilinganligini ko'rsatib beradi. Shuning uchun bu yo'lni emas, statistik funksiyadan o'zidan foydalanamiz. Ya'ni счет
z funksiyasidan foydalanamiz. Bu funksiyani vazifasi berilgan shu diapazonda, ya'ni berilgan o'sha diapazondagi yacheykalarda qanchasida ma'lumot borligini sanab berish vazifasini bajaradi. Ya'ni mana shu diapazonni belgilab qo'yaman. Ya'ni ism, familiya yozilgan to'liq diapazonni belgilab qo'yaman. Va enter tugmasini bosaman. 26 ta ekan, ya'ni shu diapazonni ichida demak 26 ta yacheyka bor. Shu yacheykani ichidagi ma'lumotlar barchasi to'ldirilgan. Bu funksiya shunday ishlaydiki, agarda qaysidir yacheykadagi xodimingiz o'chib ketadigan bo'lsa, avtomatik 25 ta qoldi deb sanab beradi. Ya'ni qanchadir xodimlaringiz o'chadigan bo'lsa, avtomatik qolgan xodimlarni sanab berish vazifasini bajaradi. Shundan foydalanish mumkin. Schyot Z. Keyingisi, yoshi eng katta xodim necha yosh? Sizdan so'rashyapti. Xo'p, xodimlaring bor. Eng katta yoshli xodiming necha yosh? Biz mana bunday qarab ichidan izlab 63, 64 deyishimiz mumkin. Eng katta xodimimiz 64 deyishimiz mumkin. Lekin xodimimiz yuzlab bo'ladigan bo'lsa, eng katta xodim topish uchun xuddi shunday bir termulib qarab chiqish kerak bo'ladi. Yoki filtrni ishlatish kerak bo'ladi. Filtrni ishlatganinglarda bu bilan filtr bilan buni nima farqi bor? Agarda filtrni ishlatadigan bo'lsanglar, mana agarda filtrni ishlatadigan bo'lsanglar, eng kattamiz 64 lik ko'rinib turibdi. 64 deyishlari mumkin. Lekin bizga doimiy ravishda mana yoqda eng katta xodim avtomatik ko'rsatib turish kerak. Kelasi yilga qanaqadir xodim, yangi xodim oldinglar, undan ham katta xodim oldinglar, avtomatik o'sha xodimning yoshini ko'rsatib turish kerak. Biz hadeb filtrga kirib, uni yoshi endigi eng katta xodim necha ekan deb qarab o'tirishimiz kerak emas. Avtomatik ko'rishimiz kerak. Buning uchun barobar funksiyalarimiz ichida max funksiyasi bor. Max tanlaymiz va shu yosh turgan diapazonni belgilab qo'yamiz va enter tugmasini bosamiz. 64. Agarda qaysidir xodimimiz almashsa va uni yoshi o'zgaradigan bo'lsa, avtomatik bizning funksiyamiz ham avtomatik ishlaydi va o'sha yoshini ko'rsatib beradi. Eng katta oylik maosh. Xo'p, xodimlaringiz bor ekan, 26 nafar xodimingiz bor ekan. Agarda buni yuzlab deydigan bo'lsak, 260 nafar xodimingiz bor ekan, ichida eng katta oylik maosh oladigan necha pul oladi? Qancha oylik maosh oladi? Bu ham xuddi shu funksiyadan foydalanamiz. Max va oylik maosh turgan diapazonni belgilaymiz. Sichqoncha bilan shunday belgilayapman. Va enter tugmasini bosaman. Demak, eng katta oylik maoshimiz 5 million 100 ming so'm ekan. Agarda undan ham kattaroq oylik maosh chiqadigan bo'lsa, avtomatik funksiyamiz natijasi ham o'zgarib boradi. Keyingisi, yoshi eng kichik xodim necha yosh? Xo'p, xodimlaringiz orasida eng kichkina yoshli xodimingiz necha yosh? Savol. Barobar bu funksiyamiz min funksiyasini ishlaydi, ya'ni minimum. Kiramiz va xuddi maksimumga o'xshab ishlaydi. Minimumni ishlatamizda yosh turgan diapazonni belgilab olamiz. Va enter tugmasini bosamiz. Demak, eng kichkina xodimimiz 21 yoshli xodim. Va xuddi shunday eng kichik oylik maosh qancha? Bu funksiyamizdan minimum oylik maosh turgan diapazonni tanlaymiz va enter tugmasini bosamiz. Eng kichkina oylik maoshimiz 2 million 600 ming so'm ekan. Keyingi funksiyamiz o'rtacha oylik ish haqi qancha? O'rtachamiz bizda statistik funksiyalarimizda SR znach, ya'ni o'rta arifmetikni hisoblab beradi, o'rtacha belgilarni hisoblab beradi. SR znach qilamizda oylik maosh turgan diapazonni belgilaymiz va enter tugmasini bosamiz. Demak, o'rtacha oylik maoshimiz 3 million 903 ming 846 so'm ekan. Keyingi savolimiz, yigit xodimlar soni nechta? Xo'p, korxonangizda xodimlaringiz bor ekan, aynan yigitlar necha kishini tashkil etadi? Bu ham avtomatik yangilanib turishni xohlasangiz, funksiyadan foydalanamiz. Barobar shart bo'lgani uchun, ya'ni xodimlarning orasida yigitlarni so'raganimiz uchun, bizda shart qatnashgani uchun schyot если funksiyasidan foydalanamiz. Schyot если funksiyasidan foydalanib
fx oynasiga kirib olamiz va diapazon qismiga xodimlarimizni jinsini kiritib qo'yamiz. Ya'ni jinsi turgan diapazonni. Kriteriya qismiga biz so'rayotgan xodimlarni so'raymiz. Bizga yigit xodimlar kerak, yigit deb yozamiz. Endi bu nima qiladi? Mana shu diapazonning ichida yigitlarni sanab sonini chiqarib beradi. Okey tugmasini bosamiz. Demak, yigit xodimlarimiz 18 nafar ekan. Xuddi shunday keyingi shartga o'tamiz. 20 yoshli xodimlar soni nechta? Barobar biz so'rashimiz. Bu ham счет если funksiyani tanlaymiz, fx oynasiga kirib olamiz. Diapazon qismiga yosh turgan qismni tanlaymiz. Chunki endi yoshlarni ichidan filtr qilib olyapmiz. Kriteriya qismiga 20 sonni kiritamiz. Bizga shu diapazonning ichidan 20 yoshli xodimlarni sanab beradi. Demak, 0 chiqyapti. Demak, 20 yoshli xodimlarimiz yo'q ekan. Tekshirib ko'rish uchun qaysidir xodimimizning yoshini 20 qilsak, o'zgaradi. Demak, ishlayapti. 60 yoshdan yuqori xodimlar soni nechta? Barobar bu ham счет если ni tanlaymiz va fx oynasiga kiramiz. Diapazon qismiga yosh turgan diapazonni belgilaymiz. Kriteriya qismiga esa 60 dan yuqori deyapmizmi? Demak, katta 60 qilib qo'yamiz va OK tugmasini bosamiz. 2 nafar xodimimiz 60 yoshdan yuqori ekan. Keyingisi 20 yoshdan katta, 30 yoshdan kichik xodimlar soni nechta? Shartlarimiz уже ko'paygani sababli barobar qilamizda счет если много funksiyasini tanlaymiz va fx oynasiga kiramiz. Bizda xuddi shu boyagi счет если ni oynasi kabi bo'ladi, faqat bunda ko'proq shart kiritishingiz mumkin bo'ladi. Birinchisiga 20 yoshdan katta, 30 yoshdan kichik xodimlar soni nechta? Yosh turgan diapazonni tanlaymiz va условия shart qismiga esa katta 20 qilamiz. Ikkinchisiga o'tamiz. Yana shu yosh turgan diapazonni tanlaymiz. Shuning ichidan endi nima qilsin? 30 yoshdan kichkina xodimlarni ajratib bersin va OK tugmasini bosamiz. Demak, 15 nafar xodimimiz 20 yoshdan katta, 30 yoshdan kichik ekan. Keyingi savolimiz 20 yoshdan katta yigitlar soni nechta? Barobar bunda ham ikkita shart qatnashgani uchun 2 va undan ortiq qatnashgan shartlarning hammasiga счет если многони ishlasak bo'ladi. Barobar счет если ni tanlaymiz, fx oynasiga kirib yosh turgan diapazonni tanlab shart qismiga 20 yoshdan katta 20 qilamiz. Keyingisiga o'tamizda kimni so'rayapti? Yigitlar sonini eshityapti. Ana endi bu jinsi qismiga shu diapazonni tanlaymizda, shart qismiga esa yigitlarni kiritib qo'yamiz va yigit deb yozib qo'yamiz. Nima qiladi bu? Shu diapazondan 20 yoshdan kattasini izlaydi. Bu diapazonni esa aynan yigitlarni to'liq izlab chiqadi. Va ikkalasi to'g'ri kelgan variantlarni hammasini qabul qiladi, bizga natijani chiqarib beradi. Demak, 17 nafar xodimimiz 20 yoshdan katta, 30 yoshdan kichik. Demak, 17 nafar xodimimiz 20 yoshdan katta va aynan yigitlar ekan. Demak, 17 nafar xodimimiz 20 yoshdan katta yigitlar hisoblanishar ekan. Va oxirgi savolimiz 20 yoshdan katta, 30 yoshdan kichik yigitlar soni nechta? Demak, shartlarimiz 3 ta bo'lgani uchun bunda ham счет если ni funksiyasini ishlatamiz. Kiramiz, fx oynasini tanlaymiz. Diapazon 1 ga birinchi shart, ya'ni 20 yoshdan katta yosh turgan diapazonni tanlab, shart qismiga katta 20 qilamiz. Ikkinchisiga ikkinchi shart kiritamiz. 30 dan kichik yosh turgan diapazonni tanlab, kichik 30 qilamiz. Uchinchi shartimizga esa yigitlar soni. Yigitlar turgan diapazonni tanlab, bitta pastga tushsak, shart qismiga yigit deb kiritib qo'yamiz. Ana endi bu 20 yoshdan katta, 30 yoshdan kichik bo'lgan yigitlarni sonini sanab beradi. OK tugmasini bosamiz. Demak, 10 nafar yigitimiz 20 yoshdan katta, 30 yoshdan kichik ekan. Xuddi shunaqa qilib biz statistik funksiyalardan o'zimizga hisobot tarzida tayyorlaydigan bo'lsak, mabodo bu jadvalimiz o'zgarsa, avtomatik bizda ham hisobotimiz o'zgaradi.
Hisobot formula oynasiga kirib, другие funksiya, ona statistik funksiyaga kirsak, boshqa funksiyalar bilan ham qo'shimcha tanishib chiqishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlarga Excel bo'yicha yana qanaqa funksiyalarni va qaysi qismlaridan asosan tushuntirish kerakligini kommentariyalarda yozsalaring, o'shanga qarab keyingi videolarda ham qo'shimcha video tarzida chiqarib boramiz. Barchaga rahmat.